Bugun batafsil ma'lumotlari, ya'niki texnika haqida har bir detallarini Davron akamiz o'zi tushuntirib beradi. Assalomu alaykum. Davron Assalomu aka, alaykum. kimsiz? Sarvarjon. Sog'lig'ingiz yaxshi. Birinchi modelimiz Q35 modeli. Kondisionerli varianti. 936 ga pul yetmaganlar uchun bu variantimiz bor. Bu Bu variantimiz 06 ham bor. kuba, 38 kilovat, 1,5 tonnagacha yuk oladi. Bundan necha pastroq bo'ladi, lekin bo'ylari anaqasi bir xil. Aka qarangda, mana shu joyda men bitta narsani sezdim. Aytganingizdek bo'ylari bir xil, menimcha kovushlari ham bir xil aka. Albatta. Nimada farqi bor buni? Kovushi buniki 06 kubi, uniki 08. Lekin Ha. ot kuchida ham farqi bo'ladi. 38 kilovatda ishlaydi, narigi 58 kilovatda ishlaydi. Bu 1,5 tonnagacha yuk oladi, narigi 1,8 tonna. Motorga e'tibor bersak Motor bir bir xil. xil, lekin bunda turbina bo'lmaydi. Ha, 936 turbina bor. O'shani hisobiga ot kuchi ko'proq. Aha. Ha, mana akalar, qo'shimcha ma'lumot. Buni Hozir narxi skidkalar arzonroq. ketyapti. Buni narxi 13 ming. Kondisioner bor yo'q $500 farq qiladi. Buni yana skidkalarimiz bor $1000 dan. Xudo xolasa kelsalaring, joyida yana Akamiz gapirdilar. tilidan yedi, mana $1000 skidka bordi 13 mingdan keyin. Albatta. Keyin bu 5 kabina variantamiz bor. B25 modellari. Bu 9,5 ming, bu 10,5 ming. Bunda bitta kovush qo'shib beriladi. Molxonalarga rosa ishlaydi. Ha, bu Bunda ham 5 kabina bo'lib turib qisqacha ham kovushi bor. Albatta. Gap yo'q, yondiryapsizlar. Bu molxonalarga asosan olishyapti, chunki molxonalarga konditsioner kabina shart emas. Molxonani o'zida ishlaydi. Xo'p, keyingi modellarimiz bor. B26lar bor. Shunga o'xshash, lekin kabinali variantlarimiz. 03 kuba bo'ladi. 03 kuba. Balandligi darvozaxonalarga, bo'lmasa molxonaga, shunaqa past joylarga bemalol kirib chiqadi. Bu konditsionersiz variantimiz bor. Bunda ham narx o'ynaydi. 11,5 ming, bu 11 ming. Yana skidkalarimiz bor. Skidka bor aka. Albatta. Bu yoq mana o'sha 936 ning qisqichli variantlari, parametrlarini aytdingiz. Adapter ham bor aka bularda. Ha, 936 ni shu modeldan rosa so'rashyapti. Bir haftadan beri faqat shunga xaridor kelyapti. Bu adapterli varianti. 936 nargin bilan bir xil. 08 kuba. Bunda adapterli varianti. Ichkaridan bemalol almashtirib ishlatsa bo'ladi. Konditsionerlari bor. Fermer akalarimiz bor-ku. Bitta tanish rosa so'radi, mana shu qisqa, ichkari 3 ta funksiya bittada mana qayerda borligini bildik. Buni Q35 dan farqi ot kuchi ko'proq. 58 kilovatda ishlaydi. 1,8 tonnagacha yuk oladi. Bunda turbina bilan jihozlangan, yukcha motor, apparat motor, konditsionerlari bor. Konditsionerlari elektronniy. Motorga nagruzka tushirmaydi, shunda aka. Hech qanaqa nagruzka tushirmaydi. Rasxodi 6 ta sar. Gap yo'q. Gap yo'q. Buni narxi 17 ming. Bu yoq уже Adapterli variantlarimiz 17 mingdan, bez adapter bo'lsa 14 ming. Keyin bu yoqda 946 modelimiz bor, mikserlik. Bu shlaka blok, beton shularga rosa mos keladi. Ularda qurilish kompaniyalariga zo'r narsa ekan lekin. bu juda ham baquvvat. Ko'rinib o'zi ham. turibdi. Texnikamiz. Bu 1,5 kuba hisoblanadi. 1,4 yozilgan, 1,5 kuba. 2 tonna 200 yuk yozilgan, 2 tonnadan oshiq yuk oladi. Bu mikserimiz orqasida bachoklari bilan hamma narsa O'zini bachoklari ham bor. O'zini bachoklari bor. Yo'q. O'zini suv bachoklari ham bor ekan bunachilar. Xudo Buni ichida xolasa. Bu texnikamizda ham konditsioner, hamma narsa jihozlangan. Radiatorlari ham 3 talik ekan aka. Albatta. Alohida sovutish tizimlari, ya'niki cho'l zonalarida ham unaqa texnika qizib ketib, sizni muammoga kirgizib qo'ymaydi. Xudo xolasa. Qismida kompressorlargacha bor. Kompressorga shlankalarni beramiz. Filtrlarini o'zlari tozalab ishlashga sharoit bor. Konditsioner kompressorga ulanadi ishlanchi, ichlarini tozalab, filtrlarni tozalab o'zlari ishlashaveradi. Gap yo'q. Aka xudo xolasa mana shunaqa turdagi texnikalar kerak bo'ladigan bo'lsa aka, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsa qancha skidka qilib berasiz? Realniysini ayting. $1000 skidka bor. Undan keyin ham o'tib berasiz aka. Albatta, albatta. $1000 keyin ham akalar yana savdolashinglar Yana bo'ladi. ustida savdosi bor. Leasing, bank 50% pulini to'lasa, rassrochka ham bo'ladi 1 yilga, 3 oydan. Leasing 3 yilgacha bo'ladi. Leasing 3 yilgacha bo'ladi akalar. Albatta. Bunaqa qulay imkoniyatlar yana qayerda bor? Yana eng asosiy narsalardan biri lokatsiya. Mashina bozoriga yetmasdan
SEK benzin zapravkasini to'g'risida menyu brendda. Xohlasa turdagi texnikalar kerak bo'ladigan bo'lsa